Hozir gapirmoqchi bo'lgan kitobimning bir xavfli tomoni bor. Uni o'qib tugatgach, odamlar, voqealar ko'zingizga 4 rangda ko'rinadigan bo'lib qoladi. Buning sababi esa kitobda qizil, sariq, yashil va ko'k ranglar orqali insonlarning 4 asosiy shaxsiy xususiyatlarini aniqlash va ularning har xil muloqot qilish usullarini tahlil qilish o'rgatiladi. Atrof to'la ahmoqlar asarining asosiy maqsadi insonlar o'rtasidagi tushunmovchiliklarni kamaytirish va samarali muloqotni rivojlantirish hisoblanadi. Bu kitobni o'qib chiqqan odamda shaxslararo munosabatlar va jamoada birgalikda ishlash samaradorligi karrasiga ortishiga ishonaman. Chunki unda atrofimizdagilarning bizdan farq qilishi ularning ahmoq emasliklarini tushuntiradi. Ko'rib turganingizdek, Atrof to'la ahmoqlar kitobida inson xarakteri shu 4 rangga bo'lib o'rganiladi. Bu orqali aslida hech kim ahmoq emasligi, hammaning yutuq va kamchiliklari borligi aytiladi. Eng muhimi, ularning yutuqli tomonlarini o'rganish orqali muloqot qilinsa, ajoyib natijalarga erishish mumkin, deydi kitob muallifi Thomas Erikson.